Assalomu alaykum. Biz bu hukmni qarashimizda chekinish punktisini bosgandan keyin ekranni rostini cheklamsiz va yoki qaytamsiz degan uchuv chiqish yana mana o'xshash biz qaytish punktisini bosgandan keyin rostini cheklamsiz chekinish qaytish deydigan dialog chiqarish usulini sizlarga o'tmoqchi. Avval aydını qo'zg'atganimizda Ondan yangidan bir qurilish qilamiz. Shunday bo'laversin. Endi mayaga kelganda mana arkasiga kelamiz. Kaydon o'zi avtomatik turlarni o'zi qurib berdi. Biz mayaga endi mayaga kelamiz. Shart jumlasi orqasida F deb kode tang ikkini qo'ygani tang deganga tang bo'ldi deb oldin qismda qarashimda sizlab bo'lgan. Event ticket kode back çıktı. Kode back mana ettik ondan şart yazdıgan son tırnaktan birini açtık ondan mayaga geldiğimizde iyi de alayım. Main activity denememize qaysi activity bo'lsa shuni yazamiz. Ticket this mayaga yazimizda p ticket set icon rasmiga şu barasini chiqaversin.
Endi mavzusi biz chekinishdan ko'ringan sog'lig'imiz uchun mayaga uyg'oq jazada. Aslında chekinamsiz gaplashib qo'yaylik. Mumkin matnlarni aytdik. Ma ingliz xat va o'zbek xat chiqishimga chiqam shakl chiqib qoldi. Mayaga agar uyg'oq yozmay pinnincha va yoki xalcha yozgancha bunday chiqmaydi. Bunda qo'shilmaydi. Endi astaga Maya title mavzusi bunday yozmay eskartish deydi. And then mazmunga aslında chekinamsiz and then dağılattık. Endi bunun knopka oşla çıktı knopka. Managa hem olsun. Keş. Antiliknizde dinmeye küçük tırnak, çoğun tırnak. Dinmeye koyduk. Dinmeye koyduk. Bunlar hatalığımız bize. Maya uğraşık yazgılığımız için maya dikkatle ayrılmamalı. Nafasını mayaga haringa çıkınsın. Yüzünden etiket mayaga maşa turizme yaklar. Olmasa kurta hatalık kaldıkken. Mayana izgirdi. Yok.
Nima xatoligim yo'q. Mana bo'lib bitti. Ko'rdim shu. Mayerdan chekinish ishonishini tapadik. Mayerdan dialog chiqish usulini andin batipski dialogning oykor rasmi va ikkinchisi dialogning mavzusi va set message degani dialogning mazmuni va aslida set post button degani dialogga qo'shilgan knopka yoki qaytish degan knopkalar. Biz ehtiyojimiz asosan qo'shib olsak bo'ladi. Mazmunni shunday qilib kiritib olsak bo'ladi. Nima yerga endi bir kod qolibdi. Dialogni ko'rsatib degan kodni yozmoqchimiz. Show ko'rsatish. Bizning asoslab qilgan mashg'ulotimiz oyoqlashdi. Endi biz unumini ko'rib boqsak. Çıkıp bakayım. Ben çıktı. Sketch böyle aykor resmi mana mazmunimiz shu rastrlar chekinamiz. Mayadek knopkalar. Yoqqa bassam chekinmaydi. Dialog o'chib ketadi. Ayni bassam appimizga chekinib turdi. Endi birisini qilib o'tay. Yoqqa bassam chekinmaydi mana. Ayni bassak chekinadi. Ehtiyojimiz asosan knopkalarni har qancha qo'shsak bo'ladi. Dars qilishni joylar qilishdi. Keyin xizmatlaringiz bo'lsa xayr xo'sh.